Insultga uchragan yoki tayanch harakatlanish tizimida jiddiy muammolarga duch kelganlar uchun bu yog'i umrini to'shakka mixlanib, shiftga tikilib o'tkazadigan davrlar o'tdi. Chunki Andijondagi nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markaziga kelganlar buni o'z hayotlari misolida ko'rishmoqda. E'tiborlisi, ushbu muassasaga zamonaviy tibbiy anjomlarning keltirilishi va mutlaqo yangicha ishlash tizimiga o'tilishi bemorlarda umid chiroqlarini yoqmoqda. Sog'lomlashtirish muolajalarini qabul qilib olganlar hayotni endi qaytadan sevishni o'rganishdi. Endi ular uchun hayot tund emas, sermazmun emas, kulrang emas. Yaxshisi, umid ulashayotgan va umid topayotganlarning o'zlaridan bu haqda atroflicha so'rab bilamiz. Odina opa Xo'jamberdiyevaning yuragi bundan 2 yil avval hayotidagi o'ta xursandchilikni ko'tara olmay insultga uchragandi. Har doim xushchaqchaq yurgan ayol falaj bo'lib yotib qolgan kezlari mo'jiza yuz bersagina yurib ketishi mumkin deya taqdiriga tan berdi. Qachonki Andijon shahrida joylashgan nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazi haqida eshitgunicha. Odina opa, ancha yaxshiga o'xshaysiz. Birinchi kelganda holatim juda yomon edi. Tushkunlikka tushib qolgandim. Hatto yashagim ham kelmay qolgan edi. Voy, men qanday qayerga borsam tuzalaman deb rosa yomon tushkunlikka tushib qolgandim. Eng asosiysi menga yoqqan tomoni bu yerda mashq bilan tuzatar ekan. Mana mashq. Qo'llaringiz avval ishlamaganmi? Hozir qanaqa? Bemalol o'zingiz oyoqlarni bajarasiz. Endi qo'lim har qalay mana qimillab qoldi. Tura olasizmi hozir? Ha, tura olaman. Kelinchi? Bemalol turyapsiz. Allohga shukr, mana turaman. Mana yuriyapman, mana eng asosiysi insonga bu yurib harakat qilish ekan. Mana qo'lim yozilib qoldi mana. Menda turar edi, mana yozilib qoldi, Xudoga shukr. Shunaqa zo'r mashq qildiryapti meni. Men hayotga bo'lgan ishtiyoqim, yashashga bo'lgan, tuzalishga bo'lgan ishtiyoqim oshib ketdi. Shunaqa pokiza, siz bu yerda doktor demaysiz, sanatoriyga kelib qoldim deysiz. Xonalari issiq, pokiza, mash hamshirasidan boshlab, farroshdan boshlab, qorovulgacha, bosh shifokorgacha shunaqa zo'r insonlar ishlaydi ekan. Shunaqa samimiyda. Siz mana Turkiya tajribasini o'rganib qaytibsiz. Qaysi metodikani ommalashtirish maqsadga muvofiq va natija bera boshladi? Hozirda respublikada reabilitatsiya dasturini rivojlantirish bo'yicha ishchi guruh shakllantirilgan. Ular dunyo miqyosida keng qo'llanilgan shkalalar, baholash tizimi, reabilitatsiya potensialini baholash uchun qo'llaniladigan shkalalar bo'yicha ish olib borilyapti. Dunyo bo'yicha ishlatilgan barcha umumiy shkalalarni o'zbekchaga tarjima qildik va ular ustida ish olib borib, ularni O'zbekistonda tatbiq qilish bo'yicha kelishib olindi. An'anaviy usulda bizda mutaxassislar kamligi uchun individual shug'ullanish bo'lmagan oldin. Hozirda kasal bilan birma-bir individual, ya'ni 1 soatga yaqin shug'ullanish natijalari borasida 85-90% ga o'zgarish bor. Hozirda onaxonimiz ikkinchi seans birga ko'rishdik. Hozirda qo'lini bemalol o'zi mana yozib, o'zini bukishni boshladi. Qo'lini bukib bering qo'lingizni o'ziga. Bemalol. Tortib, yon boshga abduksion harakatini boshladi. Bukishdi. Avval bu onaxonimiz agar mana shu reabilitatsiya markaziga kelmaganida to'shakka mixlanib qolgan bo'larmidi? Albatta, to'shakka mixlanib, spastik holatda qo'llari bukilib ketgan bo'ladi. Oyoq ham shu shaklda bukilgan bo'ladi. Necha foiz samaradorroq bu yangi usul? Yangi usul biz o'zimiz bilgan avvalgi usullarga nisbatan 75-80% gacha yaxshi. Oyoqqa turishi qanchaga qisqaradi? Oyoqqa turish vaqti 4-5 oy ertalashadi. Manuelniy terapiya deyiladi bu. Har bitta muskul bilan birma-bir ishlash, ya'ni spastika tonusni ortib ketishi bukuvchi muskullarda bo'ladi. Bisepsni bostirib, uni spastikasini ozaytirib, ana shu nuqtadan ushlanadimi? Tendon qismi, suyakka bog'langan qismi tendon qismi. Shu qismda spastika boshlanadi, ya'ni tonusni ortib ketishi. Shuni bostirgan holatda spastikani yengillashtiramiz va uni o'rniga aktiv harakatni boshlatamiz. Faqat qo'l bilanmi? Bu joyda boshqa apparatlar kerakmi? Yo'q, hech qanday apparatsiz, faqat qo'l bilan. Manuelni individual ishlash. Ko'pincha tushkun holatda kelgan bemorlaringizni qanday krizisdan chiqarasiz? Albatta, ular bilan avvalo psixologik bir muloqot uyushtiramiz, chunki avvalgi eski hayotidagi holatlarini esga solamiz, chunki u paytda yurgan, yugurgan, kulgan, ishlatgan oyog'ini, qo'lini
va bundan keyingi qisqa muddat ichida, chunki bizni davolash ishimizni 50% o'ziga ishonchdan hosil bo'ladi. Ya'ni kasallarimiz o'ziga ishonmasa, ya'ni bizni foydamiz ham yo'q ularga. Avvalo o'ziga ishonadi, bundan keyin bizga topshirib bersa, biz albatta qo'limizdan kelgan barcha muolajalarni amalga oshiramiz. Bemorimiz 19 yoshda, orqa miya o'simta olinganidan keyingi paraplegiya bilan diagnozi bilan yotgan, ya'ni oyoqlarni ishlamay qolishligi. Oktyabr oyida oxirgi operatsiya jarrohlik stolidan chiqqandan keyin bemorimiz ya'ni oyoqqa turmagan. 5 oy mobaynida to'shakka mixlanib qolgan. Kelganiga qancha bo'ldi? Kelganiga 5 kun, bugun 6-kun. 6-kunda o'zi bemalol Qoyil, yurishni boshladi. hozir yuryapsiz-a? Bemalol. Hadonotda hozir. Bitta ko'rsatib bering hadonotda. Hozirda bemorimiz o'zini o'zi bemalol transfer qila oladi, ya'ni yotoqdan turishga, turishdan o'tirishga. Hozirda nogironlik aravachasidan butkul voz kechdi. 5 kunda hayratlanarli natijada oyoqqa turish. Bu tajriba yangi metodmi? Albatta yangi metod. Kasalimizni o'ziga ishonmasligi oqibatida to'shakka mixlanib qolgan. O'zini psixologiyasidan va kuchli individual shug'ullanish oqibatida 5 kunda ana xudo xolisa Yurib ko'ramizmi? Bitta yurib bering. Qani? Ruhiy travma ham ta'sir qilar ekanda Albatta, baribir. ruhiy travma ham ta'sir qiladi. Sog'lomlashtirish muolajalariga qadar bemorlarga nogironlik aravachasidan qutulish bir xom xayoldek tuyulardi to'g'risi. Chunki to'shakka mixlanganlarning ko'pchiligi bu qadar mustaqil bo'lishiga ishonmasdi. Tayanch harakatlanish tizimida irsiy kasallik bilan tug'ilgan Solihaning ham sport yo'liga kirish 7 uxlab tushiga kirmagandi. Mana shu maskanga kelib, sog'lomlashtirish kurslarini olganidan so'ng hasatayoqni uloqtirdi. Shifokorlarning qo'llaridan tutgan qiz bugun yaqin 1,5 yil ichida muassasaning Paralimpiya qo'mitasiga qo'shma memorandum asosida tayyorlab berayotgan 100 ga yaqin sportchilardan biri. Ularning 20 nafari allaqachon O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga qo'shilgan. Shu yerga kelganimdan keyin shifokorlar shu para-powerlifting sport turi bilan shug'ullanishni maslahat berishgan. Bu qanaqa sport turi bu? Og'ir atletika yotib tosh ko'tarish para-powerlifting sport turi deyiladi. Hozir boshida shu sportni senga tavsiya qilamiz degan shifokorlar aqlingizga sig'maganmi bu? Qanday qilib men tosh ko'taraman deb? Yo'q, umuman tasavvur ham qila olmaganman. Men o'zi aslida tug'ma bo'lgan kasalligim Sharko-Marin naslidственный tut kasalligi deyiladi. Avvallari shu oyog'imda nuqsonim bo'lardi. Shu hozir sport bilan shug'ullangandan keyin ancha o'zimni yaxshi his qilaman. Kimgadir muhtoj bo'lganmisiz avval? Ha, sal onam yordam berardilar. Hozirchi mustaqilmisiz bu? Hozir mustaqilman, Xudoga shukr. O'tgan yili Toshkent shahrida para-powerlifting sport turi bo'lib o'tdi. Faxrli o'rinlarni olib keldim. Necha kilogacha toshni ko'tara olasiz? 40 kilo, 70 kilo o'rtasida. Maqsadlar sentyabrda bo'ladigan Osiyo chempionati Bahraynda, Arabistonda bo'lib o'tadi. Shunga qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shu o'zimni yaxshi his qilyapman. Shu sportga kirganimdan beri o'zim xohlab, o'zim qiziqib bu yo'nalishni tanladim. Olimpiada medalini olib kelish niyatingiz bormi? Ha, hozir 2 ta medalim bor, 3 ta diplomim bor. Xudo xohlasa, shu prezidentimiz bilan sentyabrda ko'rishamiz. Omad sizga. Bemorlarni sog'lomlashtirishda, faol ijtimoiy hayotga qaytarishda moddiy texnik bazaning mustahkamlanishi asosiy rol o'ynamoqda. Avvallari zamonaviy tibbiy uskunalarning yetishmasligi sabab kasallik oldida ojiz qoladigan shifokorlar muassasa Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi Andijon viloyati boshqarmasi tarkibiga o'tkazilganidan so'ng reabilitatsiyaning yangi bosqichiga chiqishdi. Prezidentimizning farmonlariga asosan 20-21 yillarda o'tuvchi obyekt hisobida markazimiz to'liq rekonstruksiya qilinib, 5 etajlik yangi bino qurildi. To'laqonlik nogironlar uchun mos shaklda qurildi. Qurish jarayonida salkam 13,5 milliard so'mga ushbu qurilish to'laqonli bitkazildi. Bor binolar to'laqonli buzilib tashlab, o'rniga yangi to'laqonli bino qurildi. Endi moddiy texnika bazasini mustahkamlash uchun bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Viloyat hokimligi, respublika budjeti, agentligimiz ko'p tomonlama yordam berdi.
Birinchilardan bo'lib Yapon elchixonasi tomonidan $120,000 grant mablag'lari yutib olinib, unga 24 xil turdagi jihozlar sotib olib kelindi. Undan so'ng markazimiz ochilishiga agentligimiz tomonidan 1,5 milliard so'mga operatsion blok uchun jihozlar, instrumentlar hamda 500 million so'mga raqamli rentgen apparati sotib olib berib qo'yishdi. Ikkita egzoskeletimiz bor. Bular bolalar uchun ham kattalar uchun keltirildi. Undan tashqari artromat degan bizga juda ham zarur tizza bo'g'imini bukilib yozilishini to'g'rilaydigan apparat berildi. Vertikalizator degan apparatimiz bor. Yotib qolgan kasallarni birdaniga tikalab bo'lmaydi. Bosh aylanishi mumkin. Shu apparatga yotkizib, gradusga qo'yib turgizadi. Aytaylik, xizmat turlari qanchadan qanchaga ko'tarildi? Xizmat turlari oldin 50 koyka paytimizda 10 koyka bolalar, 40 koyka kattalar deb umumiy hisoblanardi. Hozirda har bitta yo'nalish bo'yicha alohida bo'limlar tashkil qilingan. Misol uchun 10 o'rin bolalar uchun, 30 o'rin nevrologiya, asab kasalliklari uchun, 30 o'rin ichki kasalliklar uchun, 30 o'rin xirurgiya, travmatologiya bo'limlari tashkil qilingan. Oldinda bizda operatsion blok, jarrohlik bloki bo'lmagan. Hozirda jarrohlik bloki, rentgen, alohida laboratoriya, fizioterapiya alohida bo'limlari tashkil etilgan. Qamrovimiz 100% ga o'zgargan deb qo'rqmay ayta olmayman. Shifokorlar reabilitatsiyaning yangi usullarini o'zlashtirib, davolashning bemor psixologiyasiga bog'liq jihatlarini qo'llamoqda. Imkoniyatingiz cheklangan emas, imkoniyatingiz cheksiz deya ishontirilishning o'zi davolashda yarim shifo bo'lmoqda. Aholi faqat dori ukolga yopishib olishga emas, sog'lom turmush tarzi bilan yashashga o'rgatilyapti. Birinchi kelganda holatingiz qanaqa edi? Qanaqa kasallikni boshdan kechirgansiz? Birinchi kelganda holatim ancha yomon edi. Devorlarda ushlab yurar edim. 10 oyoq palaj bo'lgan. Shu grija orqali bo'lganman. 10 oyoq umuman qimirlamas ekan. Umuman mana shu bir tomonim qimirlamaganda, shu 5 minut uyqu ichida shu holat bo'lib qolganman men. Oyog'im quvvatlarga quvvat beryapman, shu fizioterapiyalar foydasini bilyapman. Aravachalarni unutdim mana. Eldan qolmayman, qayerga bo'lsa boraman, Xudoga shukr. Yaxshi tomonga o'zgarildi, xursandman. Faqat oldiga qadam bosishga harakat qilyapman. Ular o'zini nogiron his qilib, hatto jamiyatga aralashmasdan o'zgalarga qaram bo'lgan holatda tashqariga chiqishni cheklab olishadi. Bizga kelgan bemorlarimizni birinchi o'rinda qilinadigan shu tibbiy, psixologik qilinadigan barcha reabilitatsiya natijalarimizga qarab turib bemorlarimizni oxirida potensial yaxshi bo'lyapti. Bemorlarimiz juda ko'p holatlarda shu tushkunlik holatdan birinchi chiqarib olganimizdan keyin oldingi natijalar yaxshi bo'lyapti. Birinchi o'rinda shu jamiyatga, xalqqa, oilasiga ijtimoiylashishi shakllanyapti. Oldingizga umidsizlikka tushib, endi sog'ayamanmi, yo'qmi deb kelgan bemorlarni tuzalishiga qanday ishontirasiz? Birinchi o'rinda bizning markazimizga kelgan bemorlar psixolog ko'rigidan o'tadi. Markazimiz psixologi tomonidan psixologik trening, psixologik analiz, psixologik diagnozlar qo'yilgandan keyin ularni yo'naltiriladi. Unga qarab turib, keyin biz bemorni kerak bo'lsa shu maktab programmasidagi anatomiya darslarini eslatgan holatda nerv sistemasini tuzilishi, uni shakllanishi, hayot davomida reflekslarning paydo bo'lishi kabi hayotiy bo'lgan faktlar bilan ko'rsatib, bu narsalarni o'zida amaliyotda ko'zini oldida ko'rsatib, shu paytda umid uchqunlarini uyg'otamiz. Insultning o'zini davrlari bor. Insult davri bo'yicha birinchi o'ta o'tkir davrlarida albatta bu sog'liqni saqlash tashkilotlari tomonidan shifoxonalarda yotib davolanishadi. Undan so'ng erta tiklanish davri boshlanadi. Erta tiklanish davri boshlanganda albatta reabilitatsiya markazlariga murojaat qilish shart. Xo'p, bu yerda qilinadigan ishlar shunaqangi muhimki, bu haligi uzilmas zanjirda albatta dori-darmon bilan davolangandan keyin reabilitatsiya muolajalarini olish shart. Erta tiklanish davridagi reabilitatsiya biz ko'rsatib beradigan reabilitatsiya biz qilayotgan muolajalarni bemor albatta uyda ham davom ettirishi shart. Undan tashqari sog'lomlashtirish markazlariga, fitness klublariga, suzishlarga, paralimpiyada shunga o'xshash narsalar bilan hamjihatlikda ketish kerak. Umr bo'yi o'ziga yo'ldosh qilib olish kerakmi yoki reabilitatsiyani ma'lum muddati bormi?
insultdan keyin? Insultdan keyin ma'lum bir muddat yo'q. Uni sog'lom turmush tarzi sifatida o'ziga butun umr yo'ldosh qilib olsa yaxshi bo'ladi, buni tavsiya beramiz. Agar bemor o'zi yaxshi bo'lib qoldim deb undan keyin yana bu amaliyotlar to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, unda qayta insult bo'lish xavfi paydo bo'lib qoladi. Irsiyatga bog'liq tug'ma kasallik bilan yashayotgan bolalarning mana shu maskanga kelib, harakatlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Fe'l-atvorda injiqlik, qo'rquv, depressiyasi bor kichik bemorlar bilan individual ishlashda samaradorlikka erishilyapti. Darvoqe markazda yana bir inklyuziv dastur ishga tushirilmoqda. Istiqbolingizda qanaqangi yangi yo'nalishlarni ko'zlayapsiz? Hozirni o'zidan hayotga tatbiq qilinayotgan yo'nalishlar bormi? Biz oldin chegaralangan muhitda ishlardik. Hozirda faqat statsionar sharoitida ishlardik. Hozirda agentligimiz rahbarining topshirig'iga binoan ambulator qatnovni yo'lga qo'yish rejada turibdi. Xudo xohlasa shu 2025-yil 2-chorakdan ambulator xizmatda yo'lga qo'yamiz. Buning uchun hozir ambulator bolalar uchun bir yilda hozir 300 ta bolani qamrab olayotgan bo'lsak, unda 1000 ga yaqin bolani qamrab olish imkoniyatimiz bo'ladi. Misol uchun bola 10 kun yotadi, ketadi, lekin dalechiga yana qayta davosini davom ettirish imkoniyati oldin bo'lmasin. Misol uchun rosa bo'g'imlarini yoygan paytimizda bolani muddati tugaydi, uyiga ketib qoladi. Endi shuni davom ettirish imkoniyati bo'ladi. Bolada bemalol qatnab davolanish imkoniyati bo'ladi. Mana shu oxirgi 2 yil davomida qancha bemor sog'lomlashtirildi, ijtimoiy hayotga moslashtirildi? Xo'p, bir yilda biz 2700-3000 ga yaqin bemorlarni biz qamrovimizga ololmaymiz. 2 yil davomida hozir salkam 5500 nogironligi bo'lgan shaxslar bizda davolanib chiqdi. Oldin biz nogironlik samaradorligini faqat TEK xizmatidan, qayta ko'rikdan o'tgandan keyin nogironlik guruhi pasaysa aniqlash imkoniyatimiz bo'lardi. Bu tizimga o'tganimizdan beri biz shkalalar bilan ishlashni yo'lga qo'ydik. DAS 28 shkalasi bor, FIM shkalasi bor, Barter shkalalari bor. Bu shkalalar bizga juda ham qulaylik keltirib chiqdi. Bizni ish samaradorligimizni ko'rsatkichlari. Ya'ni bemor kelganda uni 10 ta savol bilan uni turmush hayotiga baho bera olamiz. Misol uchun piyolani ushlab choy ichishi, qo'lida sochini tarollashi, soqol olishi, shunga o'xshagan baholarini bal bilan belgilaymizda, chiqib ketayotgandagi balini solishtiramiz. Misol uchun mana bemorlar bilan o'zingiz suhbatlashdingiz, kelganda harakati yo'q edi, qadam bosishni boshladi. Bitta balimiz, ko'rsatkichimiz ko'tarildi. Bunday qilib yotgan kasallarimizni 95%da har birini o'ziga loyiq shkalada ballari ko'tarilgan. Bunaqa yangi metodika avval qo'llanilmagan. Oldin qo'llanilmagan. Shu 1 yil bo'ldi shu metodikani qo'llashni boshladik. Haligi vrachlarimizda ham ishtiyoqi oshar ekanda bunda. O'zini qilgan mehnati ko'rinib turibdi balda. Shifokorning ham reytingi aniqlanadimi? Reytingi aniqlanadi. Misol kelgandagi bali 80 ball, chiqayotganda ketgandagi bali 100 ballga teng bo'ladi. Bu samaradorligi ko'rinib turibdi. Mana xorij telekanallarida Avstraliyani inklyuziv ta'lim tizimiga juda ham havasim kelganda, hatto aravachada o'tirib turib kinosyomka qilib yurgan operatorlarni ko'rganman, juda hayratda qolganman. Va sizning muassasangizda ham ijod namunalarini yaratayotgan bemorlarning ijodiy ishlari bilan tanishdimda, demak, ilk qadamlar sizda ham qo'yilyapti. Majburiy emas. Har bitta odamda o'zini ichki tuyg'usida qanaqadir men qo'limdan shunaqa narsa keladi, men rassom bo'lgim keladi, men kulol bo'lgim keladi degan ichki tuyg'usi bor. Bemorlarimiz bilan gaplashganda kimisidir oddiy sovun, iroq sovundan gul yasashni bilishi aniqlanib qoldi. Bir bemorimiz shunaqa gul yasadiki, juda ko'pchilikka o'rgatib tashladi. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, xonalarimizda shunaqa gullar mavjud. Qarasangiz haqiqiyga o'xshaydi, u asli sovundan yasalgan. Kimdir rassom, rasm chizishni yaxshi ko'radi. To'quv ishlari, tikuv ishlari, kim nimani xohlasa biz shunga sharoit yaratib beryapmiz. Imkonsizlik chegarasini buzib o'tishyapti. Albatta, misol menga dedi mana bir
bemorimiz aytdi, menga mashinani shinasi bo'lsa dedi, men shuni ustiga jurnalli stol yasab beraman. Doktorlarimiz shunaqa shina olib kelib berdi, ip olib kelib berdi. Haligi odam shinani qoplab, ichiga gullar qo'yib, bitta stol yasab berdi. Har bitta yasalgan narsaga bemorlarning ismi, familiyasi yozilgan. Keyin etajdagi koridorlarimizga shularni ilib qo'yish tavsiyasini berganman. Hammasini ilib qo'yadi. Keyingi kelgan bemor haligini ko'rib, unda ham shunaqa ishq paydo bo'ladi. Men ham bir narsa yasa olmayman deydi-da, shunaqa bitta xonamiz bor, mehnat terapiyasi deymiz. Shu yerga kirib, shu bilan shug'ullanib, o'zini narsasini yasab, xohlagan joyiga yopishtirishga ruxsat berganmiz, yopishtirib ketadi. Mehnat terapiyasi O'zbekistonda yangi tajribada. Bu reabilitatsiyada necha foiz samaradorlik beryapti? Aytaylik, jismoniy mashq bilan, apparatlar bilan davolash bir taraf bo'lsa, mehnat terapiyasi davolashni necha foizini tashkil qilyapti deb o'ylaysiz? Qanchalik ijobiy o'zgarish kuzatdingiz bemorlarda? 10-15% deb qo'rqmay ayta olmaymiz. Chunki juda ko'p bemorlarimiz uyga borganda nima qilishni bilmaydi. Tashqariga ko'p ko'chada o'tirishlarini ko'p ko'ramiz. Shu yerdan keyin qanaqadir qiziqish hosil qilib pul topayotganlari bor. Ham sog'lomlashib, ham hunar o'rganayotganlarni endi imkonsizlik vahimasi qo'rqita olmaydi. Ijtimoiy hayotga moslashtirilayotganlar bu yog'iga maqsadlari haqida gaplashadigan bo'lishdi.